Mana Minecraft boshlayapmiz. Hozir biz boy va kambag'alni birinchi qismini olamiz. Boy va kambag'alni birinchi qismini olamiz. Mana mazza qilib oldik. Böyle odatiy sistema yo'q, verstak va men o'zimni yatag'im. Va bu yerda sirli sandiq bor. Hozir boyakan oldiga borib ko'raychi, nima qilayotganiga. Hop, tosh. Yep. Uyimni tozalamaganimga bir hafta ketibdi. Bir haftada shuncha, bir hafta deyapman, bir yilda shuncha o'sib ketib qopti, qaranglar. Haqiqiy nukchan uy. Mana ekan ahmoqni uyi bu. Tasha ol. O qanday brat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Voy, nima? Ana orada taxtada nima yozilgan? Ko'raylikchi. Ana supermarket sotiladi. 6400 atiga va nasiyaga sotamiz. Sotilayotgan-ku. Bizning qishloqda bitta boy aka bor. Hamma narsasi, даже golemlari ham ichida hamma narsasi bor. Mana kimdir anul qo'yib ketgan. Shudaqa hajab. Boy aka kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Yaxshimisiz boy aka? Ha? Nimalaringiz bor? E'tibor berma. Bu nima qilyapti bu? Boy aka? Wow, mana qara. Qo'y joyiga. Qani sandiqda nimalar bor ekan? Sandiqni tegma. Tegmaymi? Bo'l. Tosh qo'ysa. Nima? Voy. Mana shunaqa narsalarim bo'lgan. Yo-moyo. Musini ham ochib ko'ray. Hay, ochib ko'r. Voy, O'zbekistonning bayrog'imi? Boy aka, men qilmadim. Mana bayrog'ingizni joyiga qo'yib qo'yapman. Hay. Pul bersam, oyna olib kelasanmi? Ha, olib kelaman. Manidan 200 murtolda. Qaysi sandiqdan bumi? Yoki bu? Oxirgi sandiqdan oy. Qancha? Qishloqni kartasini o'rgan ekan. Qaranglar, mana yerda Xcha turibdi. Boyakani xazinasi bor ekan. Joyiga qo'yamiz. Ko'rdik qayerdaligini. Toshlar bilan o'sha yoqqa olib ketilgan ekan. 4 ta dedimi? 4. Mana 30 izmurt oldim mana. Mana ko'ring.
Ha borib ishga olib kel. Hay. O'ldirmang. Urib qo'ymang boyaka. Boyaka urib qo'ymang. Chiqinglar bu yerdan, chiqinglar, ko'zgazma bo'layotgani. Yo'q. Bu safargi boyaka maqolni ikkinchi qismi chiqsinmi? Chiqsin desalar kommentga tez yozinglar. Yana yo'q. Orqaga o't. Ketdik. Videoni o'chirib turaman, hozir ishga do'konga borib kelay. 5 minut. Mana videoni yoqdim. Voy, yomon uzoq ekan. Yomon uzoq ekan. Oyoqlarim og'rib ketdi. 600 murtga 7 ta berdi. Buni hozir biza maniga bitta dona bering devdim. 500 ta 500 ming ekan. Qayda? Ana biladi-ku. 500 so'm ekan donasi. Donasi 500 so'm ekan. Endi o'zimiz uyga qo'yib kelamiz. Ketdi. Boyaka kiraveraymi? Aha, kiraver. Mana olib keldim, qo'ydim boyaka mana. Sen chiq bu yerdan. Inanma. Hamayni mana 600 murtga 7 ta ekan, mana bitta qo'ydim maniga. Shuni menga berib olasizmi, boyaka? Jalka emas-ku shuncha. Shuncha uzoqdan olib kelyapman. Hay o'zingga. Mayli, ketdik. Rahmat boyaka, sog' bo'ling. Mayli. Mana bu yerda uyda qulab qo'ydim. Yo'q, buzib qo'ydim. Faqat mana shunaqa uylandim. Mana bu yerda ana bir gala sandiqning ichida ana bo'lardi. Yo'q, bu bo'lmaydi. Qani boshqa uylardan ham qilib ko'raylik. Internetda shunaqa telefonim ham yo'q-da. Boyakani telefonidan ko'ruvdim. Boyaka telefon ishlatmas ekan. Endi bildim. Mana unaqa to'rtburchak maydagina uychalarda tagida sandiq bo'lar ekan deb eshitdim. Qishloqlar o'zi yoshirgan izmurti bor ekan. Qammanida bor ekan. Yo'q, beda yo'q. Balki pastroqdadir. Mana to'shlar nimaga bu yoqqa ketgan? Trident. Qani golem brat turib ko'ramiz bu o'zana jitel depan boyakani golemlari. Qishloqlardan ketmaydigan. Buzilgan portal. Ya. Boyakamiz. Mana to'ptum hamayli yosh. Mana bilan buz tashlaymiz. Buz. Boshqalarga o'p ketib qoladi bo'lmasa. Böyle adashtirdik. Mana eda golem aka. Balkim bu yerda bo'ldirasan. Yo'q, bu yerda yo'q. Balkim shu yerda bordi. Ana jitel o'zi yoshirib qo'ygan sandig'i bor. Ya, boyakaniga telefondagi narsa to'g'ri narsa ekan. Buni qarang. Yo, bismillah. Nima?
Men o'g'ri emasman, halol ishlab pul topaman. Hammayli jitellarniki bu. Men olmayman. Bu yerda sandiq yo'q. Lekin bu yerda sakrasa bo'lamas, zaqim. Spam point bo'lib qolib ketdimi? Spam point turib kelamiz. Agar tasodifiy obunachim bo'lsa, ularni o'ynashimiz mumkin. Shunaqa deb o'ylayman. Voy, yo'g'ri, voy, qoch. Mana bu market sotilyapti. Bormay men uyimdan. Yuqor. Ertalab voy, belim qotib qopti, voy. Voy. 64 mingta izumrudga narsa sotayotgan bo'lar. Voy. Mazam bo'lmayapti. Suv. Bit qo'limizni ham yuvib olamiz. Ketdik yana uyga dam olamiz. Mana bu supermarket sotilyapti ekan. Uyimni tozalashim kerak. Yer qimirlayapti. Voy, yerga asirab tushyaptim deyman. Zilzila bo'lyapti. Voy. To'xtayapti bu. Yo'q, to'xtalmoqchi. Voy, yana boshlandi. Voy, yana boshlandi bu. Nima bo'lyapti ko'chada? Ko'chada nima bo'lyapti? Voy, yurolmayapman. Devordaga kir. Voy, zilzila bo'lyapti. Voy, yomon qattiq bo'lyapti, lekin boshlarim urib ketdi o'sha. Voy. Nima bo'lyapti ekan? To'xtadi. Voy, nima bo'pti ekan, ha? Nima bo'pti? Endi dam olishga kirdim. Uxlab turay, nimadir bir gap bo'lar. Yana uxlab turaman. Ertalabki zilzila o'tib ketibdimi ekan, ha? Kechmabdimi? Kechmabdi. Endi nima qilamiz? Musorga teramizmi? Asteroid tushgan. Mana asteroid tushgan. Voy, bu odamlarni yo'q. Shu bir uxlab turganimcha asteroid ertalabki zilzila menimcha shu asteroid deb dedi. Chiqdim.
ichkariga kirib bo'lmaydi. Oy, jonim ketdimi? Mana jo'nardim. Asteroid. Hiç kuzolmadı. Bana asteroid tushgan ekan, shuning uchun zilzila bo'lgan ekan ertalab. Ha. Aytdim nega zilzila bo'lyapti. Bo'libdi bu. Avval qishloqda zilzila bo'lmas edi. Nezer dunyosiga o'tamiz. Nezer dunyosiga o'tamiz. Mana rostdan tushganmi? Hozir ko'zimga ko'rinyapti. Buni yoqdagi suvga kirdim, issiq edi-ku, yoqdagi-ku. Ularga borib ko'raylikchi. Bir gap bo'lar. Ishqilib mana to'kirib yana izolyatsiya bo'lib ketib qolmay yana. Acha bu yoqdan o'tib yuraydi. Voy sassiqligini hidini. Voy bala. Voy issiq. Qoch. Mana kanyongacha mana bu yerda chuqur qozib tashlabdi. Qani suv tagiga tushib ko'raylikchi. Nima bor ekan? Voy, hozir o'ylama. Voy. Voy, o'ylaman, chiq, voy. Yomon sovuq ekan suv ham. Voy, oyog'im. Voy, oyog'im yomon og'ridi. Mana bu yotib turay, o'zimni uyimgacha boramanmi bilmayman. Shu yoqqa yotib turay. Ay, yomon oyog'im og'ridi. Ay, kir. Taq. Kimdir bormi? Bitta kirib yotib turay. Oyog'im singanmi bilmayman. Kimdir bormi? Hech kim yo'q ekan. Kirib yotib turay. Oyog'im yomon sindi menimcha. Oyog'im. Shu uxlab turish. Yotasan, ertalabga 5 sekund o'tganday tuyuladimi? Voy. Mana ozgina pulga bitta non sotib olib kelay. Manadan 4-9 tagini izmir tog'olay. Hatya bu 15 ta dona olay. Boy ekan-ku. Manida somon bor, lekin bularni ham egasi borda. Voy, bet cho'milib chiqay yana. Oyog'im og'rimay qoldi. Taq, kirsam bo'ladimi, boy aka? Ha, kiraver. Bitta ovqat berib tura olmaysizmi? Boy aka. Oyog'im singandi-da. Shunga kerak. Oyog'ing singandimi? Ha, singandi. Boy aka. 5 tagini ovqat berib turing. Tez qaytaraman. Ishlab pul topay qaytaraman. Hay, oyog'ing singan bo'lsa. Hay, olaveraymi? Qaysi sandiq? Mana 3-chi sandiqda.
Mana steakdan bitta olib turay. Mana oğlum bitta da ona. Hay ketaver. Boy aka. Ha, nima deysan? Ana yoqqa, ana orqaga, jitellarning uyiga ana asteroid tushgan. Ha, asteroid tushganmi? Asteroid tushgan, borib ko'rmaymizmi? Yuring. Men bir marta ko'rib keldim, o'sha yoqdan yiqilib oyog'im sindi. Ha, bormaymiz bo'lmasa. Hay mayli, boy aka. Bo'pti, yaxshi qo'y. Bo'pti. Hamma bo'yli yomon deb o'ylardim. Bular esa aksincha yaxshi ekan. Nima sotyapsiz aka? Soni ishing bo'pti. O'zi shu kambag'alning uyini oldiga do'kon qurganimiz yaxshi bo'lmadi-da. Nima deysiz aka? Yo'q, senga emas. Ha, bo'pti. Unda mayli. 15 tagin emurtimizni mashinaga solib qo'yaylik. O'yinlarni qayoqqa qo'yamiz ekan? To'rtta bo'lsa mana ikkita. Maniga bitta. Maniga. Tez ana yoqdan taxta sotib kerak-da. 9 tagin izmur. Sotib olmayman, hammani o'rmondan olib olamiz. Hozir yomg'ir tinishi kerak, bo'lmasa ko'chaga ham chiqolmayman. Ko'chada mushuklar bo'libdimi? Endi uyga o'xshadi, derazalari bor uyga. Barcha bir gap bo'lar. Mana tong ham o'tibdimi? Ketdik. Mana men turib o'rmondan daraxt chopib, mana shularni keldim, yasadim. O'zim yasadim crafting table'imdan. Ikkita yasavorman, ikkinchi crafting table'ni sotdim. Va o'rniga bitta qilichni yasaganim yo'q, qilich sotib oldim. 3 ta izmurtga sotdim verstakni. Qani boya kanaliga borib ko'raylikchi, nima deydi? Kambag'al desammisan? Ha, mana boya aka, nima deysiz? Ha, uyimga kel. O'zi shu boylarim ish qildiradi, lekin pul yaxshi bermaydi. Merga aytish kerak. Mer qayda bilmayman. Boya aka kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Kiryapman mana. Nima deysiz? Mana qo'g'on mana sandiq ichidan qog'oz olib, oynalarni artibchi. Qaysi sandiqdan olay boy aka? Mana o'rnimdagi sandiqdan.
Bumi? Chapdagimi yoki o'ndagi? O'ngdagi. Ha, o'lyapman, baqirmang boy aka. Mana ekan qog'oz. Shuni bitta dona olamiz. O'ynalarni mana artyapman boy aka, nechtangiz murtib berasiz? Nechta olmos berasiz boy aka? Urib qo'ydim. Mana bayroqlaringizni ham artib chiqyapman boy aka. Ha, hamma joyda artib chiq. Mana verstaklaringizni. Hamma ichida. Mana artib chiqyapman boy aka. Mana artib chiqyapman. Eshikni ham artaymi boy aka? Ha, tashqarisidan art. Mana artdim boy aka. O'ynalaringizni tashqaridan ham artib qo'yapman. Ha. Gapirmasdan tez ishingni qil. Hay boy aka, baqirmang. Derazani oldida turib baqirdingiz. Xohlagan joyimdan baqiraman. Merga aytsang, ko'rasan. 9 ta izmurd bersangiz bo'ldi. Boy aka, bo'ldi. Voy, karta qo'rqpan. Hamma shu karta bilan artaveramiz. Keyin boy akaga qaytarib beramiz. Aytgancha boy akani. Mana yoqqa yurdi. Hozir boy aka ishim chiqib qoldi. Hay, borib kel. Aytgancha u tarafda boy akani xazinasi bordi-ku. Ha, o'shani olish kerak. Qanaysiz aka? Nima deysan? Ishtimi? Mana boy aka artib bo'ldim. Ha, artganingdan artib bo'lgan bo'lsang. Sandiqning ichiga qo'y. Hay, qo'yapman, baqirmang. Mana urdingmi? Yo. Bitta izmurd blokni ol. Yo, adashib ketdi. Sen deb adashib ketdim. Olmos blokni ol bitta. Faqat bittadan ko'p bo'lmasin. Bo'lmasa o'ldiraman demang. Hali mer bu, boshqasi bu, politsiya chaqiraman. Sen politsiya chaqirmay ket. Hamma ikkita olmos blok ol. Hay boy aka. Ikkita olmos blok berdi. Mana boy aka bitta. Mana ikkita oldim boy aka. Ha, mana ko'rdim, Oliver. Sanga. Endi ketdik, ana yasaymiz. Olmos ko'ylak yasaymiz. Ketdik, endi bu olmoslar nechta chiqekan? 18 ta diamondimiz bor. Maniga so'p qo'yamiz. U yoqqa so'pga olib ketib qolishi mumkin. Bo'yga kompyuterga qurbi yetmaykan-ku. Qani shu yerda kompyuter sotikanmi? Endi bo'yakan o'yini o'maramiz.
Osmanidan olgan olmoslarimni olib o'ldirib, hamma boyliklariga ega chiqaman. Hamma boyligiga ega chiqaman. Voy. Kameram o'chib qolibdi, hozir uladim yana. Mana, ya boshladik endi. Bizaga bitta bu kiyim, bosh kiyim, oyoq kiyim, kerak bo'ladi. Bularni hozircha yoshirib qo'yamiz. Keyinroq o'ldiramiz boyakani. Boyakani keyinroq o'maramiz. Hozir biza xazinasini olib kelamiz. Bo'yni buzilgan portalga ketayotganimda qani edi? Boyaka kirsam bo'ladimi? Hay, kir. Mana men kirdim. O, yangi kompyuter oldingizmi? Ha, bir marta ishlatib ko'rishga berasizmi? Ha, bir marta ishlat, bo'ldi. Voy. Boyaka buzib qo'ydim, kechiring. Hozir to'g'rilayman. Bitta mana blokingiz kerak, bo'ldi. Boyaka bo'ldi, hozir to'g'rilayman. Voy, siz qo'yilingni. Voy, endi qanday buzamiz buni? Endi qanday buzamiz endi? Wooden pickaxe bilan. Yes, sana bir buzib qo'ydingmi? Boyaka kechiring, hozir hamma temiringizni qaytarib beraman. Bitta temiringiz buzilmadi-da. Mana qo'ydim hammasini. Qo'limda hech nima yo'q. Mana. Faqat o'zimni bunim. Kirka, tapor, lapotkam, keyin qilichim bor. Bo'ldi. Boshqa narsam yo'q. Yana bir o'ynaymiz. O, shunchalik o'yini bor ekan. Bo'ldi boyaka o'yinda bo'ldi. Mana endi o'chirib qo'yamiz. Bitta hamma sandiqlaringizni ko'rib chiqay boyaka. Ishlab olmayman. Hay, ko'rib chiq. Voy, muncha ko'plar oltin. Siz nima millionermisiz boyaka? Bo'ldi, men hech nima olganim yo'q, faqat ko'rib chiqdim, bo'ldi. Rahmat boyaka. Arzimaydi, bo'ldi. Chiqib ket. Ko'ramiz ketdik. Qo'lingda nima? Yo'q, o'zimni xaritam. Ha, yo'lingdan qolma. Boyaka ko'rmayapti, endi ketdik xazinasini o'mara. O, to'g'ri ketyapman. Mana shu yerda buzilgan portal bor edi. Mana shu yerda. Va keldik, mana ustidaman o'sha boyaka yashirgan xazinasini. Nima bu? Nima bu? Bu
shuncha narsani yoshirganmidi? Bu endi bizga umuman kerak emas bizga. Bizga faqat oltin va ko'p izmurd kerak bo'ldi. Uni esa bitta mana olib bo'lib qo'yamiz. Uni qo'yamiz. Yana buzib chiqish kerak. Endi biza boy ekan ketib qiynaymiz o'zi. Qiynoqlarga solamiz. Qiynoqqa solamiz o'zi. Böyle gittik bize boy. Yes. Bize boy shuncha ko'p boylik topdik. Yana borib bo'lamiz. Mana qanaysa-ki boyagidan bitta narsa o'maramiz. Mana do'konni ham sotib olamiz. Bizga 6400 hishtim emas. Biza invertarimizga qaranglar. Mana izmurtdan bitta bersam yetib ortib ketadi. Boyaga bitta oltin olma berib turing. Hay ol. Boyaga so'g'am bor. Sen buni meni xazinamdan oldingmi? Ha, sizni xazinangizdan oldim, aka. Mang. O'ldirib Voy, boy o'ldimi hozir? Hozir boy aka o'ldimi? Endi bu yerda biza endi. Ketdik ana do'konni sotib olib kelamiz. Mana akani ham o'ldiramiz. Mana bizga pul qimni kerak. Chunki bizda shuncha narsa bu. Tiqilyapti oltinimiz. Verstakdan foydalanib turib endi bu uyga bizami xo'jayin? Eski uyni sotaverish kerak. Endi hamma qishloqlar meni uruvdi, lekin kambag'al deb ustimdan kuluvdi. Endi ko'ramiz kim kambag'al ekan. U safar meni kambag'al deb ustimdan kuluvdi ana jitellar. Endi ketdik